Payg'ambarimiz alayhissalom sahoba ikromlarga tildan ehtiyot bo'lishlikni aytdilar. Shunda ashoblar aytdilarki, "Ya Rasululloh, biz tilimiz bilan gapirayotgan so'zimizga ham javob beramizmi?" Deganda Rasululloh aytdilarki, "Ey seni onang yo'qotib qo'ygur, insonni do'zaxga yuz tuban qulashiga tili sababchi bo'ladi", deb Payg'ambarimiz alayhissalom tilga e'tibor berishligimizni aytdilar. Inson bilmagan holatda til bilan juda ko'p narsalarni sodir qilib qo'yadi. Buni bir misolini aytsak, bu g'iybat. G'iybat bu eng yomon amallardan, gunoh kabiralardan ekanligiga barcha ulamolarimiz ittifoq qilishgan. Alloh taolo g'iybatni Qur'oni Karimda "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta" deydi. Bir birodaringizni o'limtik holdagi go'shini yemoqni yaxshi ko'rasizmi deydi. Qarang, g'iybatni qanchalikligini. Chunki buni zarari nihoyatda kattaligidan Alloh taolo bandalarini bundan ehtiyot bo'lishligi uchun mana shu xilda g'iybatni tasvirlab qo'ydi Alloh taolo.